ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekanlar. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsig ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. U problema g'ayr. Ish gap qisqasi jannat eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Bunga boray, to'y, futbol, mashinalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan 50, 60, 70 yashar. Bu bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz-da hozir. Bolamiz bizni 3 soatda sog'insa, biz bolamizni 30 minutda sog'inamiz.